Bu dacha hammaga yoqadi. Agar yoqib turib yoqmadi menga, u bu deb komment yozib ketsanglar, kal bo'lib qolinglar. Kommentda undan ko'ra bitta chiroyli so'zlarni yozib ketinglar. Menga yoqdi degan narsani yozsanglar, men sizlarga yana chiroyli obzorlarni qo'yib beraman. Bu bilyardimizni ko'ryapsizlar. Juda ham go'zal, o'ta go'zal. Yosh bolalarimiz uchun ham bilyard bor. Amerikanskiy futbol bor. Juda ham zo'r. Bel og'rigan, charchaganlar uchun mana massajni olib maza qilib o'tirasizlar. Bundan tashqari, ikkita 4 ta odam para bo'lib o'tirib olsanglar, bu yoqda shaxmat o'ynashinglar mumkin. Bu yoqda shashka o'ynashinglar mumkin. Mazza emasmi? Jaz erkib ketsanglar, yana bitta sizlarga o'yin kulgu uchun mana yana bitta zalimiz. Bu zalda xohlasanglar mafiya o'ynaylar, xohlasanglar karta o'ynaylar, xohlasanglar masaqa gaplashib o'tiringlar. Yo'kida mana karaoke xohlagan shularni aytasizlar. Yo'kida futbol, PES, Blur, PlayStation o'ynab o'tirsanglar bo'ladi. O'ta go'zal, o'ta. Like bosish sizdan chiqib qopti. Bitta hozir like bosib qo'ying. Kommentariyaga kiring. Sizga yoqdimi? Menimcha endi yoqmasak uyat bo'ladi endi. Kommentga bitta kiring. O'zingizni shirin-shirin fikrlaringizni yozib keting. Zalajdani uchun mana. Shuncha odam sig'adi. Mana shu video 20 ming like yig'sa, Moonwheel'larni to'liq obzorini uzmasdan chiroyli holatda masala uchun qo'yib beraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.